Qo'limda 300 dollargacha bo'lgan top 3 ta smartfon. Hozir ularni qisqacha test qilib ko'ramiz. 3-o'rinda Tecno Spark 40 Pro Plus. Ekran yangilanish chastotasi 144 Hz. Ekranning o'zi 6.78 dyum AMOLED. Ranglar juda ham tiniq ko'rinadi. Asosiy protsessori MediaTek Helio G200. Ikkinchi o'rinda Redmi Note 14 Pro. Ekran yangilanish chastotasi 120 Hz. Ekrani 6.67 dyumli AMOLED. Bu smartfonimizda ham ranglar juda ham tiniq ko'rinadi. Protsessori MediaTek Helio G100 Ultra. Birinchi o'rinda Infinix Note 50 Pro. Ekran yangilanish chastotasi 144 Hz. 6.78 dyumli AMOLED ekranga ega va bu smartfonimizda ham ranglar tiniq ko'rinadi. Protsessori MediaTek Helio G100 Ultimate. Hozir qaysi smartfon PUBG o'yiniga birinchi bo'lib kirishini ko'ramiz. Tecno smartfonimizda kamerasiga olingan surat va videolarga baho berishingiz mumkin. Redmi Note 14 Pro kamerasiga olingan video va rasmlarga bitta baho bering. Bu Infinix Note 50 Pro kamerasiga olingan video va foto rasmlar. Uchala smartfonni ham AnTuTu test orqali tekshirdik va ballarni o'zingiz ekranda ko'rishingiz mumkin. Ushbu smartfonlarni eng zo'r narxda openshop.uz yoki 71li 203 66 60 raqamiga qo'ng'iroq qilib, naqd yoki muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin.